Bilasizmi, bir kecha sifatsiz uxlash ochlik gormonini 30% ga oshiradi. Diqqat va e'tiborni 40% ga kamaytiradi. Bunga qo'shimcha tarzda ortiqcha ovqatlanish, semirish, tushkunlik va stressga chidamlilikni yomonlashishiga olib keladi. Uyqu bu shunchaki dam olish emas, balki sizni umumiy sog'lig'ingizni asosidir. Ushbu videoda uyqu va tanani jismoniy, aqliy hamda hissiy holat o'rtasidagi kuchli bog'liqlik haqida gaplashamiz. Shifokor sifatida men bemorlarimda sifatsiz uyquni salbiy ta'sirlarini ko'p kuzataman. Vazn ortishi, holsizlik, kayfiyatning tushishi va hatto umidsizlik holatlarigacha. Ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz, uyquni sifati sizning salomatligingizga qanday ta'sir ko'rsatishini va turmush va uyqu sifatini yaxshilash uchun qanday qadamlar qo'yishni bilib olasiz. Uyqu bu passiv holat emas, aksincha bu faol va tiklovchi jarayon bo'lib, organizm va miyamizni har kechada o'zini qayta tiklashiga yordam beradi. Har kechki uyquda biz uyquni bir necha bosqichlarini bosib o'tamiz. Birinchisi yengil uyqu, ikkinchisi o'rta chuqurlikdagi uyqu, uchinchisi chuqur uyqu, to'rtinchisi esa REM uyqu deb nomlanadi. Bu bosqichlar davomida tana to'qimalarini tiklaydi, xotira mustahkamlanadi va hissiyotlar mo'tadallashadi. Uyqu bosqichlari va ularning vazifalari. Birinchi bosqich yengil uyqu tanani bo'shashtiradi va uyquga tayyorlaydi. Ikkinchi bosqich chuqurlashish, ya'ni yurak sekinlashadi, tana harorati pasayadi, haqiqiy tanani dam olishi boshlanadi. Uchinchi bosqichda chuqur uyqu boshlanadi. Bu bosqichda tana to'qimalari tiklanadi, immunitet mustahkamlanadi va gormonal muvozanat yaxshilanadi. REM bosqichi bu bosqichda miya xotirasi mustahkamlanadi. Bir kun oldin o'rgangan xotiralaringiz yanada barqarorlashadi. REM uyqu yetarli bo'lmasa, kayfiyat tez o'zgaruvchan bo'ladi. O'zimizni jahldor va asabiy his qilamiz. Uyqu va salomatlik o'rtasidagi bog'liqlik. Jismoniy salomatlik, vazn va metabolizmni nazorati. Kam uxlash organizmda grelin, ya'ni ochlik gormoni darajasini oshiradi va leptin, to'qlik gormoni darajasi pasayadi. Bu esa ko'proq ovqat yeyishga olib keladi. Tadqiqotlarga ko'ra, 6 soatdan kam uxlaydiganlarda semirish xavfi 55% ga yuqoriroq bo'ladi. Kam uyqu insulin qarshiligini kuchaytiradi. Bu esa diabet va vazn ortishiga olib keladi. Energiya pasayishi. Uyqu yetarli bo'lmasa, jismoniy mashq qilishga kuch yetmaydi. Bu esa metabolizmni sekinlashishiga olib keladi. Gormonal buzilishlar. Erkaklarda testosteron kamayadi. Bu esa potensiya bilan bog'liq bo'lgan muammolarni kuchaytiradi. Ayollarda ham jinsiy faollik pasayadi. Ruhiy salomatlik, depressiya va xavotirga tushish. Doimiy uyqusizlik depressiya xavfini oshiradi. JAMA Psychiatry jurnalidagi tadqiqotga ko'ra, uyqusizlikdan aziyat chekkanlar 10 barobar ko'proq depressiyaga uchrash xavfi aniqlangan. Aqliy faoliyatni buzilishi. REM uyquning kamligi xotira yomonlashtirishga, diqqatni pasayishiga, qabul qilingan qarorlarni sifatini pasayishiga olib keladi. Ijtimoiy munosabatlarni buzilishi. Uyqu yetishmovchiligi odamni asabiy qiladi. Kichik muammolarni haddan ortiq og'ir qabul qilishga sabab bo'ladi. Kaliforniya universiteti tadqiqotlarida uyqusiz odamlar oilasida ko'proq tortishuvlar va kelishmovchiliklar uchrashi aniqlangan. Stressga nisbatan chidamlilik. Yaxshi uyqu insonni ruhiy barqaror qiladi. Hayotdagi o'zgarish va bosimlarga bardoshini oshiradi. Uyqusizlik oqibatlari. Surunkali uyqusizlik, yurak xastaliklari, qandli diabet, surunkali charchoq va immunitet pasayishiga olib keladi. Tashqi ko'rinishda ko'z atrofini va ko'z tagini qorayishi, terini erta qarishi va energiyani doimiy past bo'lishiga olib keladi. Uyquni qanday yaxshilash kerak? Har kuni bir vaqtda yotib, bir vaqtda uyg'onishni reja qiling. Dam olish kunlarida ham bu qoidaga rioya qilish muhim. Yotoqxonangiz qorong'i bo'lishi, sokin va salqin bo'lishi katta ahamiyatga ega. Uyqudan oldin elektron ekranlardan uzoqlashing. Ko'k nur melatonin ishlab chiqarilishini buzadi. Melatonin esa sizni sifatli uxlashingiz uchun muhim moddalardan hisoblanadi. Kechki payt kofein, alkogol va hazmi og'ir ovqatlardan saqlaning. Yotishdan oldin nafas mashqlari, mushak bo'shashtiruvchi mashqlar yoki meditatsiya qilishingiz mumkin. Hatto kechki uyquni qo'shimcha 15 daqiqaga sifatliligini oshirish ham sizni kun davomidagi energiyangizni barqaror bo'lishiga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, sifatli uyqu bu sog'lom turmush tarzi va aqliy qobiliyatni yaxshi bo'lish uchun eng katta foyda keltiruvchi tabiiy vositalardan biri hisoblanadi. Uyquni yaxshilash nafaqat sizni tetik qiladi, balki hayot sifatini yaxshilaydi.
munosabatlaringizni sifatli qiladi va ruhiy barqarorlikni oshiradi. Sizni kechqurungi uyqungizni sifatini nima buzadi? Izohlarda yozib qoldiring. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, do'stlaringiz bilan ulashing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sog' va salomat bo'ling.